Turkiyada qanaqadir zapravka yo'li bo'yida zapravkalarda albatta masjid bo'ladi. Qaranglar mana. Masjid yozilgan. Hamma odam to'xtab, ozgina kichkintoylarni ham oyog'ini chigarib yozishga to'xtadik. Mana mashina bizaniki mana. Karavanimiz. Ko'pchilik zapravka qilyapti, bizning zapravka hali bor. To'g'ri. Sizlarga magazinni ham ko'rsatib ketdik. Bizda ham sekin-sekin ko'payyapti. Tatnaflarda o'shalar magazinlar qilib qo'yishadi. Bizda bu yerda ham shunaqa bor magazinlar. Hamma narsa sotiladi. Ichadigan, yeydigan, qorin to'yg'izadigan. Yana plus bitta narsa bor ekan, bu yerda ko'p zapravkalar bo'lmaydi. Hoppa. Starbucks. Tamam. Kofega tegib ketmayin deydi. Suv kofe bor deb ogohlantiryapti Turk. Shuncha mana lazzat, hamma narsa bor. Bu aytganda Starbucks ko'p joyda yo'q. Lekin bu joyga beribdi o'zining anaqasini, franshizasini.